Usta aka, svarkani sifatini tekshiramiz. Beayo och biqiniga uring aka. Qadrdonlar ko'ryapsizlar. Eng zo'ridan sifatiga javob beradi, chokiga javob beradigan usta akalar topib qo'yganman. Hozirgi kunda sammoyka, parkovka, molxona, qo'yxona, to'yxonalarga ham taomli olib beradigan usta akalarimiz bo'ladi. Qaranglar, mana shunday to'g'ri xorilarimiz hozirgi kunda 1 metri 160 ming so'mdan 250 ming so'mgacha bo'lar ekan. Menga qo'sh xori kerak, bez ustun ko'taradiganlikni darvozaxonalarga tashiyman, orasiga to'sin tashiyman deganlarga qo'sh xorilarimiz 350 mingdan 450 ming so'mgacha bor ekan. Undan tashqari mana buni qaranglar. Katta sklopga tayyorlanib turgan, Toshkentga ketib turgan firmamiz, ya'ni A firmamiz 1 metri 115 mingdan boshlanar ekan, u yog'i 250 ming so'mgacha bo'lar ekan. Baquvvat qilib berishadi ishlab chiqaruvchi akalar. Farg'onani bo'ydasi Kamin-Terimdan. Ko'ryapsizlar, ishlar juda ham sifatli, zo'r qilib ishlashib beradi. Aloqaga chiqinglar, kelishilgan holda tajribali ustalar kanaldan chiqqanlarga arzon qilib berishadi. Pastda nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar.